Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin va la aqibatu lil muttaqin. As-salatu was-salamu ala sayyidina Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Haybar degan so'z mana yahudilar yashaydigan bir mintaqaning nomi edi. Haybar degan so'z yahudiylarning tilida qal'a yoki qo'rg'on degan ma'noni bildirar ekan. Yahudiylarning yashaydigan mana shu mintaqasi qo'rg'onlardan, qal'alardan iborat bir majmua edi. Bir qancha qal'a qo'rg'onlar bor edi. Mana shu narsalar hammasi yig'ilib Haybar deb nomlanadi. Demak, birinchi Nitoh mintaqasidan Naim qal'asi fath bo'ldi. Sa'b ibn Mu'oz qal'asi fath bo'ldi. Endi 3-qal'a Zubayr qal'asiga navbat keldi. Mana Haybarni asosiy bir katta 3 ta mintaqaga bo'linadigan bo'lsa, birinchi mintaqada Naim, Sa'b ibn Mu'oz hamda Zubayr qal'asi bor edi. Ikkinchi mintaqa Shaq mintaqasi deyiladi. Bunda Ubay va Nazor qal'asi bor edi. Uchinchi mintaqasi bu Katiba mintaqasi deyilar edi. Unda Qomus, Vatih, Sulalim qal'alari bor edi. Mana birinchi mintaqani 2 ta qal'asi fath bo'ldi, uchinchisi Zubayrga keldi. Sa'b qal'asida asir tushganlarning ichida Sallam ibn Mushkim ham bor edi. U kasalligi tufayli qochib keta olmagan edi. Bemor edi, shuning uchun qochib keta olmagan edi. Sallam ibn Mushkin bu Banu Nazirning sayyidlaridan edi, yahudiylarning podshohlaridan edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga qarshi, musulmonlarga qarshi Handaqqa ahzoblarni shijoatlantirgan kishilardan edi. Rasululloh uni qatl qilishlikka buyurdi. Sallam ibn Mushkin mana shu Sa'b ibn Mu'oz qal'asida qatl qilindi. So'ngra payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam butun qo'shiniga mana shu Sa'b qal'asining ustiga chiqinglar dedi. Hamma qo'shin chiqdi. Kabbiru dedi payg'ambarimiz. Takbir aytinglar dedi. Payg'ambarimizning qo'shini hammasi bir ovozdan, baland ovoz bilan takbir aytdi. Ularning takbirining ovozi atrofni to'ldirdi. Ularning takbiri nafaqatgina mana shu mintaqaga, Shaq bilan Nitoh, balki Katiba mintaqasiga ham yetib bordi. Katibada turganlar, Sa'b qal'asi ham mag'lub bo'ldi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana shu qo'lga tushgan 2 ta qal'ani qo'riqlab turishlikka bir to'p sahobalarni ajratdi-da, qolgan qo'shini bilan mana endi qal'atu Zubayr qal'asiga qo'shini bilan bordi. Bu qal'a boshqa avvalgi 2 ta qal'adan farqi bor edi. U baland tog' ustida edi. Nihoyatda unga yetishlik qiyin edi. Musulmonlar bu qal'ani qamal qilishdi. Qo'llarida bor imkoniyatni ishga solishdi, lekin qal'a fath bo'lmadi. Yahudiylar ana shu tepadan turib, kamonlarni otib musulmonlarga zarba berib turdi. Ular chiqishmadi tashqariga. Sababi Naim qal'asidan chiqdik, yengildik. Sa'b ibn Mu'oz qal'asidan chiqdik, mag'lub bo'ldik. Endi 1 yil bo'lsa ham o'tiraveramiz, chiqmaymiz tashqariga deydi. Chora qolmadi musulmonlarda ham. Musulmonlar hujum qilsa, kamon bilan qaytarib turishdi. Birorta bir fath bo'lishiga alomat, belgi, bir umid qolmadi. Shunday bir musulmonlar noumidlikka, umidsizlikka yaqin bo'lib qolgan paytida qal'adan bir G'ozzal ismli yahudi berkinib chiqdi. Kelib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan uchrashishni talab qildi. Payg'ambarimiz oldiga olib kelishdi. G'ozzal Rasulullohning oldida turganida payg'ambarimiz so'radi: "Nima xabar bilan kelding?" dedi. Ya'ni yahudiylarning ahvoli qanday? G'ozzal aytdi: "Ularning ahvoli yaxshi" dedi. "Ortimda fath bo'lmaydigan qal'a bor" dedi. "Hech kim uni yenga olmaydi" dedi. "Odamlar, qurollar, ovqatlar, tayyorgarliklar hamma yo'g'i bor. Yillab tura oladi himoyada. Fath qila olmaysizlar" dedi. Payg'ambarimiz: "Sen meni qo'rqitgani keldingmi? Alloh menga Haybarni fath qilib beraman deb va'da qilgan. Men fath qilaman" dedi. G'ozzal aytdi: "Men buni bilaman" dedi. "Bizda ham xabar bor. Siz Haybarni fath qilishingizni xabari bizda ham bor. Nima uchun kelding bo'lmasam?" dedi. Yahudi aytdi: "Men sizlarga bu qal'ani fath qilishlikning yo'lini ko'rsataman" dedi. "Buni evaziga sizlar menga, ayolimga, oilamga va qarindoshlarimga omonlik berasizlar" dedi. Payg'ambarimiz rozi bo'ldi. Yahudi aytdi: "Ey Muhammad" dedi. "Bu qal'ada hamma yo'q bor" dedi. "Faqat suv yo'q" dedi. "Tog' ustida turibdi, qayoqdan suv kelsin bunga?" Payg'ambarimiz hayron bo'lib, "Unda qayerdan suv ichadi bular?" dedi. Bu yahudi aytdi: "Ular qal'asidan tog'ning tashqarisiga chiqadigan bir joyi bor.
qal'ani tagida bir yo'l borki, tog' bilan chiqib ketadi. Ana shu joydan chiqib, suvni olib qaytib kirib ketishadi dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qayerda bu joy dedi? Yahudiy aytganidek borib shu joyni ko'rsatib qo'ydi. Fe'lan sahobalar borib Yahudiy ko'rsatgan joyni ko'rganlarida haqiqatan ana shu tog'ning orasidan chiqib keladigan bir yo'l bor edi. Unga eshik qilib qo'ygan edi yahudiylar. Shu joydan chiqishib, suvni olib orqasiga qochib ketishardi. Sahobalar eshikni berkitishdi hamda eshikdagi soqchilarni qo'yib qo'yishdi. Bundan Zubayr qal'asida turgan yahudiylar bexabar suv olgani kelishganida eshikni yopiqligini ko'rishdi, noumid bo'lishdi. Suvsiz qolishdi. Sabr qilishdi, lekin suvsiz qancha sabr qiladi? Bir kun sabr qildi, 2 kun sabr qildi, oxiri qal'ani eshiklarini ochib chiqdi-da, musulmonlarga hujumga tashlanishdi. Chunki yana turaversa, suvsiz yana xoli quriydi bular. Musulmonlar sobit turib, hujumini qaytarishdi, qarshi hujumga o'tishdi, qal'ani kirib fath qilishdi. Shunday qilib, Haybardagi eng mustahkam qal'alardan bittasi bo'lgan Zubayr qal'asi Allohning marhamati bilan fath bo'ldi. Demak, birinchi mintaqadagi uchala qal'a musulmonlarga qo'liga o'tdi. Birinchisi Naim qal'asi, ikkinchisi Sa'b ibn Mu'oz qal'asi, uchinchisi Zubayr qal'asi. Endi ikkinchi mintaqaga navbat keldi. Bu Shoq mintaqasi. Biz yuqorida aytib o'tgan 8 ta qal'adan tashqari yana qal'alar ham bor edi. Lekin ularning mustahkamligi yoki quvvat jihatidan avvalgi 8 tasiga taqqoslab bo'lmas edi. Endi ikkinchi mintaqaga kelindi. Shoq mintaqasi, bunda Ubay va Nazor qal'alari bor. Ikkinchi mintaqadagi birinchi qal'a bu Ubay qal'asi edi, baland bir do'mligida joylashgan edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu qal'ani fath qilishlikka Abu Dujona roziyallohu anhu amir qildi. Bir necha hujumlar qildi, lekin natija bo'lmadi. Muborazalar bo'ldi. Muborazalar natijasi avvalgilarga bo'ldi. Faqat yahudiylarning polvonlari, bahodirlari halok bo'lar edi. Keyin muborazani xohlamay qolishdi. Oxirgi kuni yahudiylar tashqariga chiqib musulmonlarga hujum qilmoqchi bo'lib, eshikni ochmoqchi bo'lganida musulmonlar tayyor turishgan edi. Eshikni ochishiga hujum qilishdi. Yahudiylar eshiklarni berkitishga imkon topishmadi. Musulmonlar kirdi, devorlardan oqlab har tarafga qochib ketishdi. Demak, Ubay qal'asi ham fath bo'ldi. Endi Nazor qal'asiga keldi. Nazor qal'asi Haybardagi qal'alarning mutlaq mustahkami edi. Eng mustahkami mana shu qal'a edi. Chunki ayollari, bolalarni shu yerga yashirishgan edi. Mana shu narsani o'zi bu qal'a qanchalik mustahkam ekanligini bir dalil edi. Bu ham baland tog' ustidagi qal'a edi. Nazor qal'asini bir necha kun musulmonlar qamal qilib turishdi, foyda bermadi, fath bo'lmadi. Yahudiylar muborazani ham xohlamadi, ochiq jangni ham xohlashmadi, chiqmaslikka ahd qilishdi. Musulmonlar yaqin kelsa, kamonlar bilan, toshlar bilan ularni qaytarib turishdi. Fath bo'lishligining yana biror bir alomati yo'q. Ko'ringlar. Haligi sababini qilishlik degan mavzular bo'lgan suhbatlarimiz ichida. Rasulullohga Alloh taolo g'alabani va'da qildi, sallallohu alayhi vasallam. Lekin musulmonlar sababini qilib boryapti. 14 kun turyapti, 10 kun turyapti, qiylanyapti, lekin Alloh va'da qilgan narsani qo'lga kirish uchun musulmonlar qo'lini cho'zib mehnat qilyapti. Ana shu Sa'b ibn Mu'oz qal'asida tushgan manjaniqlarni payg'ambarimiz olib kelishlikka buyurdi. Yahudiylar bu manjaniqlarni Madinaga hujum qilishlikka tayyorlab qo'yishgan edi. Mana endi o'zlarining yasagan asboblari o'zlarining ziyoniga ishlaydigan bo'ldi. Yana payg'ambarimiz ana shu qal'ada qo'lga olingan dabbaba degan qurolini ham olib keldi. Dabbaba nima edi? Narvon shaklida yasalgan yog'ochdan. Katta jang asbobi edi. Tagida bir g'ildiraklar bor edi. Uni so'dirab olib kelib, qal'ani devoriga qo'yib, osilib shunga chiqishlikka imkon bo'lardi. Bu dabbabani hujum qilayotganlar qal'aga turtib kelganda, tevada turganlar kamon bilan urib qaytargan. Endi bu turtib kelayotganlarni himoya qilish uchun bu dabbabasini oldiga hayvonlarning terilarini to'sib qo'yiladi. Kamon o'q o'tmasin. Endi himoyalanayotganlar bu terining ustiga o't ham chatishar edi, yog'larni chachib o't qo'yishar edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam terilarni ustiga suv sepib ho'l qilib olinglar deb buyurdi. Mana shu ikkita asbobni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu qal'ani fath qilishlikda ishlatdi. Rasululloh
manjaniqlar bilan faqat bitta joyiga, qal'ani devorlaridan bitta joyiga urishga buyurdi. Haqiqatan ishga tushdi manjaniqlar, bitta joyga zarba berildi. Ikkinchi tomondan musulmonlar dabbabalarini tutib, qal'aga har tomondan hujumni boshladi. Yahudiylar kamon otdi, o'q o'tmadi, o'tlarini otishdi, kuymadi. Devorni bitta joyini manjaniqlar urib qachaqlayapti. Ularni himoyalanadigan biror bir chorasi qolmadi. Bir tomondan manjaniq uryapti, ikkinchi tomondan hujum qilyapti. Himoyalanishga imkon bo'lmadi. Mag'lub bo'lishini sezib qolishdi. Hamda musulmonlar esa ana shu manjaniqlar yorib tashlagan devordan kirishdi, qal'ani fath qilishdi. Ayol va bolalar qochishga imkon topmadi, erkaklar qochib ketdi hammasi. Ikkinchi mintaqa ham fath bo'ldi. Ubay va Nazor qalasi. Endi yahudiylar 3-katibaga qarab qochib ketdi. Nazor qalasi eng mustahkamligi uchun ayollarni ham shu yerga berkitishgan edi. Ayol bilan bolalar qocha olmadi. Hammasi asir tushdi. Ayol bolalari hammasi asir tushdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana shu Shaq mintaqasida tushgan o'ljalarni, ayol va bolalarni o'lja qilib musulmonlarga taqsim qilib berdi. Dihiyat al-Kalbi roziyallohu anhu ning ulushiga Haya ibn Axtabning qizi Sofiya tushdi. Sofiya binti Haya ibn Axtab. Haya ibn Axtab yahudiylarning podshohlaridan. Podshohning qizi va Haybarning podshohi Kanona ibn Abi Huqayqning ayoli. Sofiya bint Haya ibn Axtab podshohning qizi, podshohning ayoli. Dihiyat al-Kalbida ulushiga tushganida Dihiyat al-Kalbi payg'ambarimiz oldiga keldida, "Ya Rasululloh, bu" dedi, Sofiya podshohning qizi, podshohning ayoli. Sizdan boshqa odamning qo'lida bo'lishi to'g'ri emas dedi. Oling buni dedi. Payg'ambarimiz rozi bo'ldi. Sofiya bint Haya ibn Axtabni payg'ambarimiz oldiga olib kelishganida sen xursan dedi. Ozod qildi. Ozod bo'lganidan keyin Sofiya ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu annaka rasululloh deb musulmon bo'ldi. Darrov musulmon bo'ldi. Osonlik bilan islomda qabul qildi. Payg'ambarimiz buni sababini so'raganda aytdi sababini. Avvalgi darslarda aytganmiz. Sofiya roziyallohu anha aytadi. Siz deydi, Madinaga hijrat qilib kelgan kunda men kichkina qiz edim. Otam Haya ibn Axtab va amakim Yosir ibn Axtab ikkalasi sizni ko'rib kelishlik uchun chiqishgan edi deydi. Hamma bilan. Sizni kelganingizni ko'rib kelishib uyga kirishgan edi. Men eshitib turibman otam bilan amakimning so'zini. Otam aytdi. Bu o'sha payg'ambarmi dedi. Amakim aytdi, ha dedi. Tavrotda aytilgan nabiy shumi dedi otam. Amakim ha dedi. Hamma alomatlarini ko'rdingmi dedi. Amakim ha, Yahudlarning Robbisiga qasam, bizda Tavrotda aytilgan nabiy shu dedi. Otam so'radi amakimdan, nimani niyat qilding, nima qilmoqchisan? Amakim aytdi, adavatahu abadad dahr. Umrimning oxirigacha unga adovat qilaman, o'lgunimcha adovat qilaman dedi. Islom dedi, ana shu kundan boshlab meni qalbimda edi dedi. Otam va amakim sizni haqiqiy payg'ambar ekanligingizga guvohlik bergan dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam keyin Sofiya binti Haya ibn Axtabga uylandi. Ummahatul mu'mininlardan bo'ldi. Sofiya onamiz roziyallohu anha. Haya ibn Axtab Harun alayhisalomning sulolasidan edi. Sofiya onamizga payg'ambarimiz uylandi. Sofiya onamizni go'zalligini hamda manzilatini ko'rib payg'ambarimizning boshqa ayollari rashk qilib, kundoshlari, "Ey yahudiyning qizi" deb bezovta qilishardi. Qachon bir bezovta qilmoqchi bo'lsa, "Ey yahudiyning qizi" der edi. Bir kuni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam uyga kirganida Sofiya onamiz yig'lab o'tiradi. Sababini so'raganda Sofiya onamiz aytadiki, "Ayollaringiz ya Rasululloh" deydi. "Ey yahudiyning qizi" deb bezovta qilishyapti deydi. Desa payg'ambarimiz aytadiki, agar yana sizga shunday deyishadigan bo'lsa, aytingki, otam Harun, amakim Musa, kimda shunaqa bobolar bor deydi. Ya'ni
Bu Yahudiy bo'lgan ayolini narigi ayollarini yengishligiga payg'ambarimiz o'zi yordam beryapti. Ya'ni bobolari Harun alayhisalom, Musa alayhisalom amaki bo'ladi. Yana bir marta sizga Yahudiyning qizi deysa, otam Harun, amakim Musa, kimda shunday bobolar bor deb aytadi. Haqiqatan keyinchalik yana bir marta Yahudiyning qizi deyishganida bobom Harun, amakim Musa, kimda shunday bir bobolar bor dedi. Va hech qaysi ayollari javob berishiga yaramadi. Ko'ring, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning qo'lida turgan ummahatul mu'minin bo'lgan ayollar kundoshiga mana shunday bir rashq kelib, mana shunday bir gapni gapirib ozor beryapti. Endi boshqa ayollar agar kundoshiga bunday muomala qilsa, unga hayron bo'lmaslik kerak. Subhanalloh, ayollarda tabiati ekan bu. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ikkinchi mintaqani ham fath qilib bo'ldi sahobalar bilan. Endi 3-mintaqa Katibaga ko'chib o'tildi. Bunda Qomus qal'asi, Vatih va Sulalim qal'alari bor edi. Mana 5 ta qal'ani fath qilib bo'lindi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu qal'ani fath qilgani ham manjaniqlarni sudrab olib kelishga buyurdi. Chunki manjaniqlarda jangdagi ta'sirini ko'rgandan keyin payg'ambarimiz bunaqa bir katta foyda keltirishini ko'rgandan keyin uni ishlatishlikni kechiktirmadi. Al-hikmatu zolatul mu'min anna wajadaha wa huwa ahaqqun nas biha. Hikmat, ilm, ma'rifat, hikmat mo'minning yo'qotgan moli. Uni qayerda topsa, uni olishlikka mo'min eng haqli kishi. Modomiki shu o'ylab topilgan narsa ya bir kashfiyot, shariatda harom qilinmagan narsa bo'lsa, musulmonlarning hayotiga foyda keltiradigan bo'lsa, musulmondan tezroq olib uni qo'llanishligi kerak. Arablar bu manjaniqni, dabbabani nimaligini bilishmas edi. Lekin topib foydasini ko'rgandan keyin payg'ambarimiz zudlik bilan uni ishlashlikka sahobalarni amr qildi. Qomus qal'asi qamal qilindi. Bu qal'a Kanona ibn Abi Huqayqning qal'asi edi. Kanona ibn Abi Huqayqning qal'asi edi. Musulmonlar manjaniqlar so'dirab keldi, hujum qilishdi, ular yana kamondan o'q otib turishdi, tashqariga chiqishmadi. Mana shu qal'a qamal qilib turganda o'ljalar taqsim qilinyapti. Bir arobiy, sahroy arablardan arobiy keldida shahodat kalimasini aytib musulmon bo'ldi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam unga ham tushgan o'ljalardan bir qismini berdi, nasiba qildi. Haligi arobiy nima bu dedi? Nimaga berdilar buni dedi. Payg'ambarimiz bu senga mukofot. Men dedi payg'ambarimizga qarab, bu narsa uchun iymon keltirganim yo'q. Bu narsa uchun sizga ergashganim yo'q dedi. Men sizga dedi, mana shu joyimga deb keketligini ko'rsatdi. Mana shu joyimga nayza kelib sayilib, shahid bo'lib jannatga kirishlik uchun sizga iymon keltirdim, sizga ergashdim dedi. Boshqa niyatim yo'q dedi. Payg'ambarimiz aytdilar, agar rost niyat qilgan bo'lsang, ya'ni niyating rost bo'lsa, Alloh niyatingga yetkazadi dedi. Ozginadan keyin bu kishi islomga kirgandan ozgina vaqt o'tib musulmonlar hujumga o'tishdi. Bu arobiy ham qatnashdi. Qatnashdida yahudlar otgan kamonda o'qlardan bittasi ayni ko'rsatgan joyga kelib sayildi, mana shu joyda shahid bo'ldi. Hech qancha vaqt o'tmadi. Uni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldiga olib kelishganida payg'ambarimiz ko'rib turib, bu o'sha arobiymi dedi? Ha deydi. Qo'li bilan ko'rsatgan joyga payg'ambarimiz qaraganida, ana shu joyga bitta bir kamonda o'q sayilib turgan edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar, niyati rost ekan, Alloh niyatiga yetkazibdi dedi. Sadaqallohu va sadaqahulloh. So'ngra payg'ambarimiz mana shu arobiyning haqqiga duo qildi. Allohumma inna hada abduk kharaja muhajiran fi sabilik qutila shahidan va ana shahidun ala zalik. Parvardigor dedi. Mana bu bandang dedi. Muhojir bo'lib seni yo'lingda chiqdi. Muhojir bo'lib chiqdi. Seni yo'lingda shahid bo'lib vafot topdi. Uni shahid bo'lganiga men guvohman dedi. Ya'ni hech qancha amal qilib ulgurmadi, lekin niyat xolis ekan, bitta qadamda bosib chiqdi, Alloh taolo unga shahidlikni yozdi. Buni eshitib turgan kibor sahobalar aytishdi, hammamiz deydi, ana shu arobiyning o'rnida bo'lishida havas qildik deydi. Chunki Rasululloh guvohlik beryapti buni shahid bo'lganligiga. Alloh oson qilsa, jannat yo'li oson. Alloh qaysi bandaga yengil qilsa, u yengil. Payg'ambarimiz aytganlaridek,
jannat sizlardan biringizga oyoq kiyimini ipidan ko'ra yaqinroq deydi. Biz bilmaymiz qaysi lahzada siz bilan bizga ajal keladi, qaysi holatda Alloh jonimizni oladi. Ma'siyatda turgandami yoki ibodatda turgandami? Qamal davom etar ekan, musulmonlardan bir kishi qattiq jang qildi. Qattiq jang qildi. Musulmonlar uni maqtaganligini payg'ambarimiz eshitib turib, "Huwa min ahlin nar." U jahannam ahlidan dedi. U jahannam ahlidan dedi. Sahobalar hayron bo'lishdi. U jahannam qayda-yu, buni yurgan madoni qayda? Shahidlikka da'vogarlardan. Sahobalardan biri uni kuzatdi. Yana jangga kirib qatnashdida jarohatlandi. Jarohatlanib jang maydonidan chiqib turib, ana shu jarohatini alamiga chidamadida qilichini olib sopi bilan yerga qo'ydi. Qilichini uchini o'zini ko'kragiga qo'ydi-da, o'zini qatl qildi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bekarga aytmagan edi. "Huwa min ahlin nar." Haligi kuzatib turgan sahoba keldida, "Ashhadu annaka rasululloh" dedi. "Siz payg'ambar ekaningizga yana bir marta guvoh bo'ldim" dedi. "Guvohlik beraman" dedi. "Nimaga bunday deyapsiz?" dedi. "Bo'lgan ishni aytib berdi." Bo'lgan ishni aytib berdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shunda, mana Sahih Buxoriydan keltiriladi bu hadis, shunday bir so'zini aytdilar. Bir kishi odamlarga ko'rinadigan ishlarda jannatiylarning amalini qiladi, vaholanki u do'zax ahlidan edi. Yana bir kishi odamlarga ko'rinadigan ishlarda do'zaxiylarning amalini qiladi, vaholanki u jannat ahlidan edi. Ya'ni insonni qalbini tub-tubida bir maraz bo'ladiki, zohirida yaxshi bo'lib yuraveradi bir muddat. Lekin ketar soatida mana shu marazi tashqariga chiqadi. Sizlardan bir kishi dedi payg'ambarimiz, mashhur hadis. Bir umr jannatiylarning amalini qilib yuradi, u bilan jannat o'rtasida bir zirogina masofa qoladi. Lekin kitobi o'zib ketadi, jahannamiylarning amalini qiladi, shuni ustida Alloh jonini oladi. Sizlardan bir kishi bir umr jahannamiylarning amalini qilib yuradi. U bilan jahannam o'rtasida bir ziro masofa qoladi. Lekin oxirida bitta savobli ish qiladi, jannatga ketadi. Musibat nimada? Hech kim bilmaydi kitobiga nima yozilganligini. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ana shu Haybarga kelayotganida hech kim meni ruxsatimsiz hujumga o'tmasin degan edi. Banu Ashja qabilasidan bo'lgan bir odam o'zini ko'rsatishlik uchun oldiga chiqdi, marhabuni qatl qildi. Kofirlar bilan bo'layotgan jangda vafot topdi. Payg'ambarimiz nima dedi? La tahillul jannatu lil asi. Jannat osiyga halol bo'lmaydi dedi. Demak, o'lib olish ham emas ekan maqsad. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hukmida turishligi ekan, itoat edi ekan. Itoat edi. Endi bu kishi shuncha qahramonlik ko'rsatdi, lekin oxirida ana shu qalbini ichidagi narsa chiqib tashqariga jahannam ahlidan bo'ldi. Bir kishi odamlarga ko'rinadigan ishlarda jannatiylarning amalini qiladi, vaholanki do'zax ahlidan edi. Yana bir kishi odamlarga ko'rinadigan ishlarda do'zaxiylarning amalini qiladi, vaholanki u jannat ahlidan edi. Odamlar ko'rayotganda hammamiz yaxshi yuraveramiz. Endi yolg'iz qolganimizda-chi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam g'animalarni ulashar ekan, Haybarga kasalligi tufayli kelolmagan, Hudaybiyada qatnashgan kishilarga ulush ajratdi. Hamda Hudaybiyada qatnashgan, lekin vafot etib ketgan kishilarning oilasiga ham ulush ajratdi. Ya'ni payg'ambarimiz xizmat qilgan sahobalarni qadrlayapti. Payg'ambarimiz o'ljalar tarqatayotganda G'atafonning 5000 qo'shini musulmonlar orqasidan yetib keldi. Ahmoq, muto' bo'lgan, tentek bo'lgan Uyayna ibn Hisn o'zini 5000 kishilik askari bilan musulmon orqasidan yetib keldi. Kelib qarasa, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'ljalar tarqatyapti. Uchrashishni talab qildi, payg'ambarimiz rozi bo'ldi, keldi. Kelib qarasa, 5 ta qal'a fatvo bo'ldi, fath. Ish bitdi. O'ljalar tarqayotganligini ko'rib turib, "Ey Muhammad, men sizlar bilan yahudlarning o'rtalarida xoli qo'yganligim uchun menga ulush ber" dedi. Payg'ambarimiz unga "Sen orqadan kelib bir qichqirgan kishini qichqirdi uchun qaytding" dedi. Payg'ambarimiz bilmaydi deb o'ylagan edi. Keyin Uyayna aytdiki: "Muhammad,
beraver, sen karimsan, sahiysan dedi. Payg'ambarimiz unga 1 yillik Haybarni hosilini va'da qilgan edi, unamagan edi. Xolis ibn Avf uni qaytargan edi, unamagan edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam menga ham beraver, sen sahiysan dedi, laka zu raqaba dedi. Senga zu raqaba dedi. Tushunmasdan nima degani, nima u dedi. Sen kecha tush ko'rding dedi payg'ambarimiz. Uyaynani tushunib beryapti. Sen kecha tush ko'rding, tushingda mendan g'animat talab qilding. Men senga zu raqaba berdim dedi. To'g'ri shuni ko'rdim. Bo'pti, ber. Nima zu raqaba dedi? Ona va hech narsa o'smaydigan quruq tog' senga ol dedi. Shunday qilib Uyayna hech narsaga ega bo'lmadi. Na Haybarda o'ljalaridan, na Haybarning hosilidan hech narsaga ega bo'lmadi. Aytgani payg'ambarimiz aytgandek, ahmoqun muto edi. O'zini bir mustaqil fikri yo'q, tentak odam. O'lja olmaganidan keyin Yahudilarning qal'asiga borib kirdi. Kirib, endi Yahudilarni shijoatlantirdi. Taslim bo'lmanglar, sabr qilinglar, men sizlar bilan birgaman, men sizlar bilan birga jang qilaman dedi. Yahudilar bo'lsa, boshimizga nima musibat kelgan bo'lsa, seni deb bo'ldi. Sen bizni aldading, tashab ketding. Sen bu ishingni Banu Qurayzaga ham qilgan eding. Ahzobni tashab ketding, Banu Qurayzani Muhammad bilan yolg'iz qo'yding, ularni Muhammad qilishni o'tkazdi. Boshimizga nima musibat kelsa sendan dedi. Ular ham ma'lumot qilishdi. Banu Murraning Sayyidi Xoris ibn Avf ham shu yerda edi. U ham ma'lumot qildi. Senga 1 yillik Haybarni hosili taklif qilganda oson bo'lmasmidi dedi. Qomus qal'asi 14 kun davom etdi. Kanon ibn Abi Huqayqning qal'asi. Bu podshosi edi Yahudilar. Ularning qalbi qattiq qo'rquvga to'ldi. O'zlarini qal'asida tashqariga chiqmaydi. Qal'asida turib Kanon ibn Abi Huqayq kamonining ipini tortmoqchi bo'ldi kamoniga. Yoyini bir tomoniga ip tildi, ikkinchi tomoniga cho'zib ilayotgan paytda qo'li shunga bir qaltiradiki, qaltiraganligidan o'zini qal'asida turib qaltirab qo'rquvdan ipini ilolmadi. Ipini ilolmayapti, qanday qilib jang qiladi? Taslim bo'lishlikka, sulhga kirishlikka o'zi bir qanoat hosil qildi-da, sayyidlarini chaqirdi. Sulhga kelishaylik dedi. Ular ham rozi bo'lishdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan ular sulhni bir bandlarni kelishmoqchi bo'ldi. Bir qancha bir mufovozatlar bo'ldi. Payg'ambarimizga tahdid qilib ko'rishdi, qo'rqitib ko'rishdi. Parvo qilmadi payg'ambarimiz. Sulh ichida katta bir talablarni qo'yishdi, payg'ambarimiz ularni qabul qilmadi. Jizya beraylik bo'lmasa dedi, jizya dedi payg'ambarimiz. Jangdan avval bo'lar dedi. Endi meni hukmimga rozi bo'lasizlar dedi. Xullas, uzoq davom etgan bahslardan keyin quyidagi narsalarga kelishildi. Birinchisi, shartlarning birinchisi, Yahudlar Haybarni tark qilib chiqib ketishadi. Haybarda Yahudiy qolmaydi. Ikkinchisi, qurollarni hammasini tashlab ketishadi. Uchinchisi, oltin, kumushdan biror narsani olib chiqib ketishmaydi. Qurolni ham tashlab ketadi, oltin, kumushni ham tashlab ketadi. Mana shu oltin, kumushni tashlab ketish sharti ularga juda bir og'ir keldi. Chunki molga bo'lgan muhabbati nihoyatda qattiq edi. Undan tashqari, nimani o'zlari bilan ko'tarib olib keta olsa, olib ketishadi. Jazirada ham qolishmaydi. Arabiston yarim orolida ham qolmaydi ular. Shomga chiqib ketishadi. Mana shu narsani evaziga payg'ambarimiz asirlarni ozod qilib beradi. Shartlardan bittasi, va bu nihoyatda bir qattiq og'ir shart bo'lgan edi. Agar qaysi bir Yahudiy birortasi bo'lsa ham, bittasi bo'lsa ham oltin, kumushlarni yashirganligi fosh qilinadigan bo'lsa, hamma Yahudilar qatl qilinadi. Bitta Yahudiy oltin, kumushni bekitgani topib olinsa, Yahudiylarning hammasi qatl qilinadi. Fe'lan Haybardan chiqib ketishlikka Yahudiylar tayyorgarlik ko'rishni boshlashdi. Qal'alarning eshigini ochishdi, musulmonlar kirdi, Yahudlar qurollarini, oltin, kumushlarni topshirdi. Bu joyda musulmonlar nimaga ega bo'ldi? 1000 ta nayza qo'lga tushdi. 400 ta qilich, 500 ta kamon o'qlari bilan birgina Katiba mintaqasining o'zidan 40 ming dona xurmo daraxti tushdi. Bu juda katta boylik edi. Bu nitoq shaq mintaqalardan tashqari faqat Katibaning o'zidan 40 mingta tushdi. Hamda avvalgi jang bilan olingan qal'alardan birida Tavrotning juda bir qadimgi nusxalardan bittasi musulmonlar qo'liga tushgan edi. U sulh bilan olinmadi, u jang bilan olingan edi. Yahudiylar kelishdida, "Ey Muhammad, bu kitob biz uchun bir muqaddas kitob, uni qaytarib ber" dedi.
Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam uni yetib tashlashi mumkin edi. Chunki jang bilan olingan, qaytarmasa bo'laveradi. Undan tashqari bu kitobga juda ko'p o'zgartirishlar kiritilgan edi. Lekin Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam avf qildi, ularni kitoblarni o'zlariga qaytarib berdi. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.